Hammaga salomlar. Sizlar bilan men Reader Minecraft. Va biz bugungi videomda o'z qishlog'imga bormoqchiman. Qani ketdik. Xo'sh, men o'zimning qishlog'imga ancha yaqinlashdim va mana shu daraxtlarning orqasida bo'lish kerak qishlog'im. Va mana jonajon qishlog'im. Juda ham sog'inib ketdim borku. Meni uyim qayerda edi? Mana meni uyim. Xo'sh, sekin bu yerdan tushamiz. Tushib oldik. Nima qilishdi meni uyimga? Meni uyimni yaramas mer. Meni uyimni polli yopib tashlabdi-ku. Yaramas. Men qishloqimni yo'q vaqti uyimni buzib tashlabdi-da. Yaramas mer. Hozir borib gaplashib o'taman mer bilan. Yaramas. Xo'sh, yerni yo'qotdi edi. Merni uyi. Mana edi merni uyi yaramas mer. Mer, assalomu alaykum. Qalaysiz, yaxshimisiz? Reader, qalaysiz, yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. Nega meni uyimni yopib tashladingiz? Serikli va sen bu yerda yo'q bo'lgan uchun seni uyingni yopib tashlashga majbur bo'ldim. Nima? Nimaga meni yopib tashladingiz? Axir men sizga nima qildim? Xullas, endi sen o'ziga yangi uy qurmasang bo'lmaydi. U uyni endi sen ololmaysan, chunki biz uni juda ham mahkam qilib tashladik. Yaramas mer. Mayli, qarab turing, men qamat beraman. Mayli, Rida. O'ziga yangi uy quraver. Mayli, ketdim. Yaramas. Xo'sh, mayli do'stlar. Bu yerdan chiqamiz. Endi biz sotuvchi Jitelni oldiga boramiz. Qalaysan Jitel? Yaxshi, o'zi qalaysan Rida? Ha, men ham yaxshiman. Xo'sh. Jitel. Nima Rida? Sen boboni sotuvchi Jitelni uyini bilmaysanmi? Men uni uyini bilaman. U qatta menga aytolmaysanmi? U sening orqangdagi uy. Orqamdagi? Mana bumi? Ha, o'sha uy sotuvchi Jitel uyi. Mayli, kattakon rahmat senga. Xo'sh, sotuvchini uyi kam bo'lgan. Do'stlar, men uyimning ziynatlarini olmayapman-ku. Esdan chiqdi. Xo'sh, menda bir stak ismimiz bor edi. Mana shu yerni ostidan staklar ekan. Bu yerni buzish kerak edi-ku. Qatta qoldi-ku bu. Mana. Mana. Pulim va non. Mana bu yerni istiqolga qadar qo'yamiz. Hoppa, mana bo'ldi. Endi ketdik u Jitelni oldiga. Bizga uy qurish uchun narsalar sotadi. Xo'sh, bu yer mana shu uyni ochidimi? Bu yerga. Assalomu alaykum Jitel aka. Va alaykum assalom Rida. Sizga nima kerak edi? Menga uy qurish uchun narsalar kerak edi. Bari yoningda hamma narsalar bor. Bemalol olib ishlataver. Xo'sh, narxi qancha bularning? Bularning narxi bir stak izvorot. Mayli, kattakon rahmat. Mana hammasini olaman va
ve pulunu sandıktan alaman. Bayla alamam. Çok kub ekan. Boshqa pulimiz. Oy, juda kub ekan-ku bu. Eshik ham bor ekan. Instrumentlar ham bor ekan. Tosh. Mayli ishda senga kattakon rahmat. Mayli Readers avval. Mana bu yerda. Endi bizga uy qurish uchun bitta yer kerak uy qurish uchun. Mana shu yer juda ham zo'r yerga o'xshayapti do'stlar. Mana bu yerda hayvonlarimiz. Mana. Neyse bu yerdan quramiz. Xo'sh. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Mana endi esa bu tarafa ketamiz. Uyimiz unchalik katta bo'lishi shart emas do'stlar. Normalni bo'lsa bo'ldi menga. Bitta blok. Bo'ldi. 2, 3, 4. Mana. 1, 2, 3, 4. Do'stlar, men bu kanalni hali yangi ochdim. O'shaning uchun like va podpiska bosib qo'yasizlar. Agar like va podpiska bosib meni qo'llab-quvvatlasanglar, men juda ham cho'tki videolar olaman do'stlar. O'shaning uchun like va obuna bosib qo'yinglar. Xo'sh. Kech ham tushdi. Dasturxon bo'lishni boshlayapti. Men mana shu uyga kiraman deb o'qiyman. Ruhan uyamiz ekan. Qochdik. Qoch. Xo'sh. Mana shu qoch. Mana qo'ydim. Meni qo'limda non bor edi. Mana shuni yeymiz. Xo'sh, endi esa chiqamiz. O'rimchiklar bor ekan bu yerda. Xo'sh, endi esa uyimizni qurishni davom ettiramiz. Xo'sh, davom etamiz uyni qurishni. 1, 2, 3. Bitta. O'ylaymanki do'stga yetadi do'stlar. Yetib ortiq qoladi. Xo'sh, bitta. Bir startda mayli. Bizda juda ham ko'p. Oynalarga ham joy qoldirish kerak edi. Shitellar yuribdi u yerda. Meri uyini yonidan bo'ladi. Bizning uyimiz. Hoppa, ana bo'ldi va bitta. Ana bo'ldi. Bu yerlarni ham
ham yapamiz. Xo'sh, xo'sh. Bu yerda eshik uchun. Xo'sh. Örümcek ortadan kelyapti. Bo'ldi. Nimagadir tug'il bor bu. Mana shu yerdan sakrab hoppa, mana chiqdik. Endi esa bu yerlarni tosh qoldiramiz. Mana mana ki örümcek kuş başka ya yaramaz başka taraf artık yaramaz işte 3 o'ylaymanki to'rt taraf to'rt tomoniga qarab etadi. Hop, mana bularni sindiramiz va toshga almashtiramiz. Xo'sh, mana endi bemalol yetadi ekan. Bular ham kerak emas bizga. Hoppa, mana endi esa ustini yopamiz. Xo'sh, mana do'stlar, ortiqcha pirusini yopdim. Xo'sh.
Mana. Şimdi ham yopdik ismi. Endi esa bizga laqab ekan, kelmadan laqabga. Uni ham qatdan olishni bilamiz. Da, tushundinglar. Xo'sh, Kalimtoyga qani Kalimtoy yo'q. Qoch. Qotib qoldimi bu? Beshta. Ham yaxshi. Yuzta. Va ko'p. Xo'sh. Bitta ko'p va mana mayli qolqaysin. Uyimiz ham juda ham chiroyli bo'lyapti. Mana yoki mana bu taraf. Tarafdan bisvat. Mayli choyni qo'yib qo'yamiz. Muhim fagellarni oldik. Bizga non kerak edi. Mana ketdik endi uyimizga va bizga hamma narsa kerak. Xo'sh, endi ketdik uyimizga. Mana ham zo'r bo'ldi. Endi esa boshlaymiz. Mana qo'ydik bu yerda. Bulan tahtaga almashtiramiz. Hop. Do'stlar, bu mening YouTube'dagi ikkinchi videom. Bitta videomni ukam bilan olgan edim. O'g'limni chiqarganimda, lekin u Minecraft'da ham eski versiyasini o'ynaganman. Minecraft paketi Edition versiyada juda ham eski. O'shaning uchun aytib qo'ymasizlar. Oyna qo'ymabmiz biz. Oynani shu yerdan stop bizga boshlab qo'yamiz. Ya, video qalay? Uxlamaysan. Birinchi o'zim uxlayman, keyin uxlaysan. Mana. Mana. Uyimizni qo'ydik. Boshqa uyga baqa berasizlar.
Bu sonunda küçük degan parkur. Creeper lazım. Risk yapamaz ve koyarız. Ve Minecraft'taki ikinci tunim mi? İkinci tunim. Ben kıymalarken Merhaba dostlar, insan kurbu olduk. Gelmişe bakalım, komentarya yazınlar. Hoş dostlar, keyingi videolarga ko'rishguncha xayr hammaga.